Yaxshilar torting, tekis chiqsin. Mana do'stlar, ish sifatini ko'ryapsizlarmi? Bu nima desana, endi narxi atigi 3000 so'mdan bo'lar ekan, ya'ni bu 1 metr narxi bo'ladi. Gips tegalar optim birinchi qo'l ishlab chiqarish sexiga yetib keldi. Eng arzoni aytganimdek 3000 so'mdan boshlanadi, eng qizig'i gipslari ham baquvvat bo'ladi, olib turib tashlab yuborsalarni parod qilmaydigandan bo'ladi, yaxshi oliy sortidan bo'ladi. Undan tashqari do'stlar, eshik romlarini burchaklariga ham qilib berishadi. Shu turish hisoblanadi. Polni komplektining narxi 80 ming so'mdan boshlab turib 200 ming so'mgacha bo'ladi. Eshiklarimizni ham qo'yishar ekan, buni metrga hisoblanar ekan, metr necha pul bo'ladi? 30 ming so'mdan boshlab turib uyog'iga keltiradi. Gullarimiz bo'ladi, ya'ni travertinchilar yaxshi biladi. Darvozaxonalar qo'yishadi. Bu shu turish hisoblanadi. Narxi 200 ming so'mdan boshlab turib 1 million so'mgacha bo'ladi. Undan tashqari mana bunda rim ustunlarimiz bor. Buni bir pagona metrining narxiga keladigan bo'lsa 30 ming so'mdan boshlab turib uyog'iga ketaveradi. Undan tashqari panjaralarimiz bor, balkonga qo'yiladi. Bu 1 kvadrat metr hamma yo'g'i ichida bo'ladi. Ustanovkasi ham ichida bo'ladi. Faqatgina 550 ming so'm bo'ladi. Uyimga kelib turib qo'yib bersalar, O'zbekiston bo'ylab ham, Esenga bo'ylab, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonga ham ustanovka qilib berishaveradi. Ular kelishli holatda bo'ladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, bu aytilayotgan narxlar donaga hamda optimga bo'ladi. Agar optimga olaman desalar, undan arzon narxlar qilib berishadi. Biz turgancha Farg'ona viloyat Marg'ilonda gastronomda turib zakaz berish uchun akalarimiz nomerlarini pastga qoldirdik. Foydasiz oldim, sana chiroyli qilib bonusdan qilib berishadi.